to'satdan yoki tasodifan belimizda kuchli og'riq bo'lganda birlamchi yordam qanday ko'rsatiladi? Ishxonada yoki ko'chada belimizda kuchli og'riq bo'lganda ushbu muolajalarni bajaring. Birinchi muolaja, belimizda kuchli og'riq bo'lgan sohasiga muz xaltachasini 10-15 sekundga qo'ying. Bu vaqtda belimizda kuchli og'riq bo'lganda bel sohamizdagi mushaklarimizda spazm paydo bo'ladi, ya'ni taranglik paydo bo'ladi. Muz bo'lakchasini qo'yganimizda bel sohamizdagi taranglik ketadi. Natijada muskulimiz bo'shashib, bel og'rig'idan xalos bo'lasiz. Ikkinchisi, ushbu mashqni bajaring. Bu mashqimiz koshka kobra deb ataladi. Bu mashqni bajarganimizda bel mushaklarimizning tarangligi kamayadi. Natijada bel mushaklaridagi spazm ketishi natijasida og'riqdan xalos bo'lamiz. Agar ushbu ikki muolajani ketma-ketlikda bajaradigan bo'lsak, biza bel sohamizdagi og'riqdan tezda xalos bo'lamiz.